Ular şundaq analar idi. Abduri Samet abla. Vatandan ayrılıp dünyanın köp joylarini kezdim. Her xil millat, din ve medeniyetler bilen uçraşdım. Vatanda qolgan mehribon anam ve anamga o'xshagan milyonlagan Uyg'ur analardek isil, perişti sübət analarni hiç yerde ko'rib bakmadım. Ular şundaq analar idi. Muqaddas ana tuprog'imiz tarım bağırda tug'ildi. Yurt makonimizni, Uyg'urligini söydi. Uyg'ur bulup yaşap, Uyg'ur bulup alemden ketdi. Ular şundaq analar idi. Emgekni söydi. Atalarımız bilen billa Tehlimakan iteklerini halal teri bilen soğardı. Yüzleri aptapta köydi. Kolları qadak boldu. Ama hiç zarlanmadı. Bizlerini qatarga qo'shdi. Ular şundaq analar idi. Güzellikni söyledi. Hayatını renkler bilen bizidi. Akıl parasti, çiver kolları bilen güzel dopularını, rengdar atlaslarını bar qilib, Uyg'urga kimlik yarattı. Dunyoga medeniyet taratdı. Ular yana shundaq analar idiki, san'atni söyledi. Xo'shallig'i ve azabını naqshi qilib aytdi. Usul qilib o'ynadi. Güzel muqamlarni, nafs usullarni o'lmas miros qilib qoldirib ketdi. Bir zamonlarda xonish bo'lgan, saltanat surgan onalar edi. Uyg'urda taxt qo'ldan ketgach, qo'l dedak bo'lishga zo'rlandi. Ama hiç baş eğmedi. Gururi, imani, iffet numusi için hayatını kurban kılıp, İparxan, Nuzgum kabi namatlılarda dastan boldi. 7 kızlarım Rızvangül ve 5. iyul Ürümçi anılardek kahramanlık şecerlerini yarattı. Tarım vadisi bek kadimi toprak idi. Qancha asrlar o'tdi. Karvallar keldi, ketdi. Aqida e'tiqodlar almashdi. Kiyimlar uzardi yoki qisqardi. Ammo Uyg'ur onalari güzel dopularni tikishdan ve rangdor atlaslarni to'qishdan hech qachon voz kechmadi. Uyg'urni Uyg'ur qilgan, Uyg'urning naslini bugunga ulashtirgan aqlliq, g'ururliq onlarga eng oliy ehtirom, hurmat va ta'zimlar bo'lsin. Bugun zabardast otalar, navqiron yigitlar zindonlarga qamilib, yor yuraksiz qolgan Uyg'ur vatanida düşman talishayotgan farzandlarimizni Uyg'ur qilib qatorga qo'shish uchun oxirgi kuch-quvvatini yig'ib tirkishayotgan tavarik Uyg'ur onalari aman bo'lsin. Oxiri bir kun Tehlimakan bag'riga zafar bilan qaytib, qalbi tuproqdek pokiz, dili sabiy balladek oq, ammo hayoti jafo mushaqqat ichida o'tgan shu mazlum onlarning muborak qadam izlariga yuzimizni surish bizlar uchun eng oliy
tilak bo'lsin. 2019 yılı 30 avgust.